Yaqin yillarda madaniyat, san'atda qo'shilgan qiymatni ko'paytirish orqali kreativ iqtisodiyotni 145 trillion so'mga yetkazishni reja qilganmiz. Shu maqsadda qonun va qaror qabul qilib, sohaning huquqiy asosini yaratdik. Kreativ industriya parki rezidentlariga alohida soliq rejimini joriy etdik. Shayxontohur tumani va Nukus shahrida yirik kreativ parklar qurilishi boshlandi. Toshkent shahrida sentyabrda ishga tushirilayotgan zamonaviy san'at markazi ham yoshlarimiz uchun ijod maydoni bo'lib xizmat qiladi. Hunarmandchilik mahsulotlariga dizayn olib kirish orqali qo'shilgan qiymatni 5-10 karra oshiradigan katta loyihalar qilyapmiz. Milliy mahsulotlarimizda zamonaviy dizayn elementlarini ko'paytirish uchun hunarmandlarni tez xalqaro ko'rgazmalarga olib borishimiz zarur. Umerovaga bir oyda nufuzli dizaynlar bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha dastur qilib, Yevropa, AQSh, Janubiy va Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq mamlakatlarida bunday ko'rgazmalarni ko'paytirish topshiriq beriladi. Bugun O'zbekiston barcha sohada dunyoga chiqayapti. Dunyo bizga kelyapti. Madaniyat va san'at ham xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan juda katta ko'prik desak, bu ham adolatli haqiqat. Mana o'zlaring ko'rdilaring, o'tgan yili Andrey Bocheliyning Samarqanddagi konsertida 40 ta davlatdan 4000 dan ortiq xorijiy mehmonlar keldi. Yoki Buxorodagi o'tkazgan birinchi Biennaliyamizga 1.800.000 ta xorijiy mehmonlar keldi. Bu qachon bo'lgan Buxoroga? Hech qachon. Qilsa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Umerova xalqaro festivallar direksiyasini faoliyatini tubdan o'zgartirib, yurtimizda bunday mega tadbirlarni ko'paytirishga mas'ul bo'ladi. Mana bitta misol. Namanganda boshlangan Gullar festivaliga hozircha 1,5 million nafar sayyoh tashrif buyurdi. Ushbu tadbir Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi. Kimdir tasavvur qilarmidi buni? Shuning uchun viloyat hokimlari Umerova bilan birga bir oyda har bir hududda mana shunday mega tadbirlarni yil davomida tashkil qilish bo'yicha dastur, amaliy yo'l xaritasi va qaror kirgizadi.